Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Qanaqa shamollar uchirdi? Yaxshimisiz? O'zing yaxshimi? Uydagilaring yaxshimi? Tadbirkorlik qanday ketyapti? Yaxshi. Bu halol mehnat joyiga o'tirib olib pul topar ekansiz. Barakasi bersin. Mani qizim bir kameraga tushib qolibdi. Ajab. Nima bo'ldi? Kameraga tushib qolibdi deyman. Ha. O'zi kunini zo'rg'a ko'rardi. Ha. Kunini zo'rg'a ko'rib yurgan odamni boshlasi bu bitta odam. Qazidan qutulgan yo'q. Imkon qadar yordaming tegsa kamaytirib ber hech bo'lmasa. 90dan tepada bo'lsa men pastga tushirib beraman, shu 70 dan 90 gacha qilib. Ancha kamayadi puli, 200 qancha ming bo'ladi. O'zim 90 dan tepa bo'lsa, u 1 milliondan o'tib ketadi. Shunaqa qilib bera olaman. Shunisiga ham rahmat. Bitta duo qiling, kasbi korimga gullab yashnab ketay. O, bo'lib ketay. Ilohim. Ilohim. Ilohim kamera radarlaringga portillab yonib ketsin. Voyga buni nimaga deysiz?